Akalar hammaga assalomu alaykum. Hozir PTSMda ishlash yo'liga o'tib qo'yaman hozir. Civic 243 ming Spark bo'ladi, katta motor. Tez aytib o'tamiz. Birdan 5 gacha bo'lgan massa bo'ladi. Ikkinchi oyog'i bizda 12 volt plus bo'ladi. Через zamok toki. 6-chi oyog'i bizda постоянно tok bo'ladi. Hop, bu tepadan eng boshdagi 73 bo'ladi, bu tomondagisi 73. 73 dan sanaymiz. 77-chisi bizda Kanhai, 78-chisi Kanlow bo'ladi bizda. Shuni eslab qolasizlar. Hozir biz parolni o'qib olish jarayonida turibmiz. Parolni o'qishdan oldin mana PTSMga kirib olamiz. PTSMga kirganimizda har safar обновление so'radi bizdan. Обновить deganda netni bosib kirishimizga to'g'ri keladi. Netni bosib kirganimizdan keyin дополнительныйga o'tamiz. Mana shu yerda Infineon Tricor mana BSL rejim. Password degan joyda bo'ladi. Passwordga o'tamizda, passworddan keyin biz xohlasa mana Kia Hyundai mana Sangyong 243 bosamiz va biz bu yerda mana чтение knopkamiz bo'ladi. Чтение knopkani bosishimizdan oldin 10 ga o'tkazib olamizda. Ikkalasini 10 tomonda turadi. Tokimiz ya'ni. И plus чтениeni bir bosganimizda xudo xolasa o'qib olish kerak bo'ladi bizda. Avtomatik bo'lgan dani bosib qo'yamiz. Podgotovka ketdi. Parolni o'qib oldi. Parolni o'qigandan keyin рабочий stolni bosamiz. Spark miyasini yozamiz. Deylik mana 243 bo'ladigan bo'lsa, hop 243 Spark deymizda. Bo'ldi. Рабочий stol sarent qilib olamiz. Рабочий stol sarent bo'lgandan keyin biz keyingi xodga o'tamiz. Keyingi xodimiz nima bo'ladi? Biz bu yerdan kirib turib Infineon Tricor bosamiz. Infineon Tricorga o'tib turib 1738 EEPROM. Biz faqat PTSMda EEPROM bilan ishlaymiz. Qachonki yangi protsessor almashtirganimizdan keyin flash pametga o'tamiz xolos. Ungacha faqat EEPROM o'qib EEPROM yozamiz. Ya'niki zaslonkaga обучение berishi deylik yokida zaslonkada muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, EEPROM постояннолigi ashbini o'chirsa keyin yaxshi bo'ladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa yoki immo o'qiyotganda faqat EEPROM bilan ishlaymiz. Flash pametda yoza ko'rmaymiz PTSMda. PTSM uxlatadi. Hop, ulanish tarzimiz xuddi o'sha holati. Endi EEPROM o'qishda biz nima qilamiz? Biz mana 12 voltimizni olamizda. Ushlab turingchi mana. Mana shu ko'tarib turingchi. Ko'tarib turing. Tokimizni o'chirgan holatimizda yana teparoq 44-oyog'imiz, ya'niki 44-oyog'imizga plus 12 volt. 12 voltdan keladigan plus 12 volt deganimizga 44-oyog'iga ulaymiz va buni avto rejimga o'tkazib qo'yamiz. Avtoga o'tkazamiz. Va biz bu yerda EEPROM tanlaganimizdan keyin identifikatsiyani bosadigan bo'lsak, xudo xolasa bizga ident berish kerak. Bironing через K liniya dani bosib qo'yamiz, L liniya bo'ladi. Hamma yoq to'g'ri ulangan bo'lsa, bizda dandisini berish kerak xudo xolasa. Mana, dandisini berdi, hamma yo'q to'g'ri. Endi keyin qiladigan ishimiz чтение knopkani bosamiz va чтение bosganimizdan keyin bu joyda o'zgartirish kiritamiz. Ya'niki Kia Hyundai Sangyong Continental'ga qo'yamiz, bu bir is fayl qilamiz. Spark'ga bosamiz. Dalej chteniyani bosamiz. Avtomatik upravlение turishi kerak bo'ladi. Hamma yo'g'imiz mana ulanish tarzi shu. Mana o'qish tarzi. Avtomatik turibdi. EEPROM o'qib olish kerak bo'ladi agar hamma yo'g'imiz to'g'ri ulangan bo'lsa. Ketdi mana chteniyamiz. O'qib bo'ldi xudo xolasa. Endi рабочий stolga EEPROM deb sarent qilib qo'yamiz. EEPROM deymiz, bo'ldi. Рабочий stolga tushdi xudo xolasa. И plus bizda uradigan bo'lsak, o'zimizdan faylimizni tanlab turib, mana o'zimizda fayli bor, EEPROM fayli. Uni tanlaymiz. Tanlashda biz faylni mana shu joyga bosamiz. Bizda hozir yo'q. Nari kompyuterimizda qolib ketibdi. Ya'niki o'zini faylini yana boshqatdan tanlab turib, hozir men sizlarga ko'rsatish maqsadida aytyapman. O'zi zbros-обороты bo'ladi. O'shani tanlaymizda, zapisni bosib turib, mana Continental turadi. Hammasi joy-joyida turaveradi. Mana password o'zi tanlangan. Hamma joy turaveradi. Mana shu holatda bo'ladi. Dalej bosib qo'yamiz. O'sha zapis ketadi xudo xolasa. Mana zapisda ham hozir mana o'z o'rnimiz margat qilishni boshlaydi. Margat qilishni boshlagandan keyin o'sha mana yozib ham bo'ldi. Shu tarzda ishlaydi. Shu esingizdan chiqmasin. Skanmati orqali ishlanadi. Обновление qilib qo'yiladi skanmatini. Imkon darajasida shunda ishlaydi xudo xolasa. И plus mana ulanish tarzini yana aytib o'taman. Birdan birinchi, uchinchi, beshinchi oyoq bizda постоянно massa, ikkinchi oyog'i 12 volt bo'ladi. Mana 12 volt ko'rsatib qo'yishim kerak sizlarga. Plus 12 volt. Hop, keyingi oyog'imiz mana bizda watt oyog'i bo'ladi, ya'niki PTSM universal kabelida. Watt oyog'i bizga faqatgina watt mana shu oyog'iga ulaymiz. Ya'niki 6-oyog'iga.
78 mana 73 bo'ladi mana shu oyog'imiz. 73-oyog'i 74, 75, 76, 77 oqi bo'ladi. Undan keyingisi kanlov bo'ladi. Ya'ni niski. Высокийsi 77, niskiysi 78-oyog'i bo'ladi. И plus but rejimda yeprom o'qish yozishimizda mana shu but rejimdan foydalanamiz. 44-oyog'i ya'ni. Shunchalik eslab qoling akalar. Shu holatda o'qiymiz, yozamiz, xudo xolasa muammosi bo'lmaydi.